Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari, hurmatli yurtdoshlar. Mana ko'pchilik so'ragan nana katalfalarimiz mana hozirgi holatini video qilib bering deyishdi. Mana hozirgi holati, bo'ylari 2,5-3 metr, shtampoviy holatda. Mana shapkalarini ham ko'ryapsizlar. Shapkalari ham ancha dumaloq shaklga kelgan. Bu esa klionlarimiz mana. Shtampoviy klionlar mana. Qadrli obunachilar, yana ko'plab savollar bo'lyapti. Bu daraxtlarni hozir eksa bo'ladimi degan. Bular hammasi qo'mlanib, tuproqqa ko'mib qo'yilgan, skotchlab, qoplab tuproqqa ko'milgan. Buni bemalol ekish mumkin bo'ladi yozgacha. Fevral oyida ko'chirganmiz, yerga qayta ko'mib qo'yganmiz mana. Hozirgi holati mana. Bemalol ekishinglar mumkin. Ham beor daraxt, juda ham beor. Bu har qanday issiq, sovuq zonalarda, tog'li rayonlarga ham eksa bo'ladi. Sho'rda ham, sho'rqak joylarga ham bemalol ekishinglar mumkin bo'lgan daraxt hisoblanadi. Katalfa daraxti shunaqa daraxt, beor daraxt hisoblanadi. Shu sababdan qo'rqmasdan ekishinglar mumkin. Bu esa mana Pisar Nigra degan sorti, bo'ylari 2,5-3 metr, shtampoviy holatda. Mana bularimiz ham bor, bu ham beor. Ekishinglar mumkin, mana zakaz beraverasizlar. O'sha barglari ham mana qoramtir bo'ladi, toza sorti. Qadrli obunachilar, mana daraxtimizni tashqi tomondan mana ko'rsatib o'taman mana. Stolları tekis, juda ham chiroyli holatda mana. Bo'lsa bir 150 ta atrofida qoldi. Nana katalfalar zakaz berib olishinglar mumkin bo'ladi. Bu yoqda boshqa archalarimiz, kustanliklar, shamshotlar, bu yerda golubой yillarimiz bor. Golubой yillarimiz ham bo'ylari 1,5 metrdan 3 metrga doğru bo'lgan razmerdagilari bor. Mana bo'ylarini ko'rishinglar mumkin. Issiqda, yozda chidamayapti deganlarga mana yozda mana shular yoshligidan o'sib katta bo'lyapti. O'zimizni issiqlarga chidamli, bemalol ekishni tavsiya qilaveramiz. Ekishinglar mumkin. Hozirgi holati bular 13 yoshlik golubой yillar. Yoshlari ham bor. Bu yerda 50 ga yaqin manzarali daraxt kustanliklarimiz bor. Qolaversa, agar mevali ko'chat ekanman deganlar uchun ham mevali ko'chatning turlari hamma turidan bor. Bemalol zakaz beraverasizlar. Qadrli obunachilar, videoda ko'pchilikka manfaatli bo'lish uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.